Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi 6 kunlik Yevropa ziyaratining har bekitida Uyg'ur, Hong Kong, Tibet va Tayvan namoyishchilarining kuchli qarshilig'iga duch kelmoqda. 28 avgust Norvegiyadagi ziyoratini oxirlashtirib Fransiyaga yetib borgan Wang Yi bu yerdami kuchli qarshilikka duch keldi. Uyg'ur, Hong Kong va Tibetlarni qo'llaydigan namoyishchilar 28 avgust atiganda Fransiya Tashqi ishlar ministrligining yonida namoyish qilgan. Namoyishchilar Fransiya hukumatining kishilik huquqni oldingi o'ringa qo'yishi, Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarga ziyonkashlik qilishini to'xtatishga chaqirishini talab qilgan. Juma kuni yana Fransiya Uyg'ur jamiyati bilan Erkin Tibet huquqchilar harakatimi Fransiya Tashqi ishlar ministrligi yonida to'plangan bo'lib, ular Fransiya prezidenti Macron va Tashqi ishlar ministri Le Drianning Wang Yi bilan ko'rishganda Xitoyning Uyg'ur, Tibetlarni bostirishiga oshkora qarshi chiqishini talab qilgan. 28 avgust München, Frankfurt, Washington va Adliant qatorliq shaharlarda Uyg'ur Abtonom rayonlik partikomining sekretari Chen Chuangoning vazifaga o'ltiribla Sharqiy Turkistonda jazo lagerlarini qurganligi va irqiy qirg'inchilikni boshlaganligining 4 yillik munosabati bilan norozilik namoyishi o'tkazildi. 2011-yildan 2016-yilgacha Tibetda partikom sekretari bo'lgan va bostirishlari sababli tanqidga uchragan Chen Chuango 2016-yili Sharqiy Turkistonga yo'tkab kelingan. Shuning bilan bir vaqtda Bengalning poytaxti Dakkada bir to'p kishi Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga qarshi namoyish o'tkazdi. Yaponiya bosh ministri Shinzo Abe istifa berganligini, lekin o'z o'rniga keladigan kishi saylangacha vazifasini davomlashtirganligini e'lon qildi. Liberal demokratchi siyosatchi Abe juma kuni o'zining sog'lomlik masalasining kuchayishi sababidan bu qarorni chiqarganligini aytdi. U uzun yillar davom qilayotgan so'zilma xarakterli 3 oy yolg'ining qayta takrorlanganligini bayon qilib mundaq dedi. Men oldingi oyda salomatligimning yana nacharlashganligini bildim. Bu hafta yangi sinoq elib berildi. Xitoy virusi krizisi ichida Abe Shinzo asosiy qonun islohotini o'z ichiga olgan maqsadiga yetolmay, vazifa o'dash muddati to'shishdan 1 yil burun bosh ministerlik o'rnidan ayrildigan bo'lib qolganligi uchun kechirim so'radi. Kuzatuvchilar Abe Shinzoning o'rnini oladigan ismni aniqlashga bir qancha hafta vaqt ketadiganligini mo'ljarladi. 65 yoshlik bu rahbar Yaponiyaning eng uzun vazifa o'tagan bosh ministri. 2006-yili tunji qatim bosh ministr bo'lganda 52 yoshga kirgan Abe Shinzo bu vazifaga tayinlangan eng yosh bosh ministr bo'lgan hamda o'zgarish va yoshlarning simvoli deb qaralgan. 2007-yili sog'lomlik masalasi sababidan istifa bergan Abe Shinzo 2012-yili qaytadan bosh ministerlikka saylangan. Abe Shinzo bosh ministerlikdan ilgari bir qancha qatim Uyg'ur faoliyatchilari bilan ko'rishgan bo'lib, u bosh ministerlik mezgilida Xitoy amaldorlari bilan ko'rishganda Uyg'urlar va jazo lagerlarining masalasini o'tirg'a qo'ygan. Xitoy diplomatiya ministrligi agar Amerika undidor detalini cheklasa, olma mahsulotlarni boyqut qila oladiganligini aytdi. Ministerlik bayonotchisi Zhao Lijian Twitterda mundaq dedi. Agar undidor cheklansa, Xitoylarning iPhone va olma mahsulotlarini davomli ishlatishiga hech qanday sabab qolmaydi. Lekin Xitoy bayonotchisining bu uchurni iPhone orqali yo'llanganligi bayqalib, ijtimoiy taratqularda talash-tartish qo'zg'adi. Amerika prezidenti Trump 8-oyning 5-ida imzolagan va 9-oyda kuchga ega bo'ladigan qarornomada Xitoy ahli iqtidorli telefon applari undidor va TikTok bexatarlik tahdidi paydo qildi deb cheklangan. Agar tilga ilingan shirkatlar Amerikadagi tijoratini Amerika shirkatlariga sotsa, bu cheklash kuchga ega bo'lmaydi. Navbatda TikTokni qisman Microsoftga setish to'g'risida suhbatlar elib berilmoqda. Tayvan rahbari Tsai Ing-wen Tayvanning mudofaasini kuchaytirishni qaror qilganligini bayon qildi. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen F-16 kurashchi aeroplaniga mulozimat qilgan bir asrash markazining ochilishida so'z qilib, dunyoning ularning Tayvanni qo'g'dashdagi kuchli irodasini ko'rishini umid qiladiganligini aytdi. Mudofaa sanoatini taraqqiy qildirishning Tayvan orolining mudofaasining tayanchi kuchi ekanligini ko'rsatgan Tsai Ing-wen buning armiyaning jang qilish iqtidorini oshirganligini va Tayvanning irodasining simvoli ekanligini ta'kidladi. Tayvan hukumati hozir bor bo'lgan F-16 flotini zamonaviylashtirish va bir vaqtda Amerikaga 66 dona yurishlik F-16 kurashchi aeroplanini zakaz qilgan.